Assalomu alaykum baliq ishqo'z akalarim. Ancha bo'ldi video chiqarmaganimga. Endi bugun mana Xudo xolasa chiqaramiz. Assalomu alaykum deganda va alaykum assalom deb yozib qo'yinglar kommentariyaga. Yoki 7 raqamini yozib qo'yinglar. Hali yozgan bu qo'yarasizlar. Hozir keldik. Bunda marinkaga aparich timni urib turibdi. Bunda sazanga. Suvimiz chiroylik. Mudlinni deydimi? Ko'p lekin mayiga chiqib qopti. Yana nima? Hozircha jimjit lekin bugun video yuklaymiz. Kanalimizga natija bo'ladi Xudo xolasa. Suvlar chiroyli. Maydalar urib turibdi. Like bosib boringlar oldindan. Chunki Xudo xolasa natija bo'ladi bugun. Kuzatishda davom etinglar va kuzatgan odamlarga rahmat. Rahmat evaziga bittadan like bosib ketinglar. Biz ham kanalimiz rivojlansin. Shunaqa gaplar. Natija bo'lishiga video qilib chiqaman. Xudo xolasa. Mana natija bo'lib qoldi. Sazangacha. Mana sekin olib chiqib olamiz. Telefonda aytdim sizlarga va'da dedi u. Akalar, va'da. Va'daning ustidan chiqmasak bo'lmaydi. Lekin katta emas. Har holda bor, yo'qdan ko'ra onasi demsin. Telefonda gaplashadim. Urib qol. Tushunaman hozir. Katta emas ekan. Men boshqasini kutayotganimda katta narsa kutayotgandim. Ko'rishdingmi? Aytdim ko'rishdim. Katta deb qoldi. Bo'ldi mana. Yo'q, tipa zo'r joydan ilashdi. Joylar chiqarilgisi kelmaydi. Endi o'zi o'ylab turuvdim cho'ti. Nima bo'lib qoldi-ya? Hozir urib qoladi deb kutib turuvdim, bu yaxshi. Tepada bir mayda zeri turyapti. Olim bozi ko'rsa tigil. Bularning tattachaga Omad. aka tushavering pastga. Yurib qoldi baliq. Mana shunaqa paytda qo'lsiz olasiz-da. Bolachasi ekan endi yo'qdan ko'ra. Ashida. Men o'zi katta narsa kutuvdim. O'ta katta narsa